Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Demak, navbatdagi zakazimizni Andijon shahri Asaka tumaniga olib ketyapmiz. O'sha joyga olib borib, ustanovkalarni qilib beramiz. Demak, sizlarga ham mini lavhalar tayyorlaymiz. Kuzatib boring. Hurmatli tomoshabinlar, kompyuterlarimizni olib kelib, mana ustanovka jarayonini boshlab yubordik. Bunaqa zakazdan bir kunda hozir 3 ta zakazimiz bor edi. Shuning uchun kompyuterlarni tayyor holatda, ichida o'yinlargacha yozilgan holatda olib keldik. Hozir endi bittasini hozir Asakaga o'rnatsak, keyin qolganlarini yana Andijonda o'rnatadigan joylarimiz bor. Ulardan ham video lavha qilganmiz. YouTube'ga joylaymiz sekin-asta. Xo'p. Bu sborkamiz haqida ozgina endi tushuntirib o'taman. Bu komplektimiz polniy komplekt $280 ga tushgan. Ya'ni polniy komplekt monitor, case, klaviatura mishka, naushnik, kovrik hammasi $280. Bu komplekt asosan Counter, Dota, Generals, Blur shunga o'xshagan offline o'yinlar uchun mo'ljallangan bo'lib, onlayn o'yinlarni ko'tarmaydi. Lekin xuddi shu ko'rinishda onlayn o'yin ko'taradigan sborkalarimiz ham bor. Ularning narxi bilan, hammasi bilan tanishish uchun, ma'lumot olish uchun tepadagi, yuqoridagi kanalga kirib bilsanglar bo'ladi. Xo'p, yoki quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, mendan xarakteristikasi va narxini yozib, narx bilishinglar ham mumkin, tayyor konfiguratsiyalarni ko'rishinglar ham mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, demak, ko'rinishi shunaqa bo'ldi. Corvette egilgan monitorimiz 24 lik. Bu sborkamizga o'zgartirish kiritsa ham bo'ladi. 27 monitorlar ham bor. Demak, aloqaga chiqaverasizlar, xohlagan ko'rinishda, xohlagan konfiguratsiyada qilib beramiz va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz. Hozirgi offline sborkalarimiz esa bu Farg'onada, Andijonda, Surxondaryoda, asosan va Namangan o'zimiz shaharda eng ko'p sotiladigan sborkalar. Shuning uchun sizlarga demonstratsiya qilyapmiz bu sborkamizni. Qimmatroq variantlar ham albatta bor. Aloqaga chiqaverasizlar, moshni onlayn o'yinlarni ko'taradigan sborkalarimiz ham bor. Xo'p, videomiz oxirida yana baribir savol berasizlar. Qanchaga tushdi option degan savol. $3150 ga tushdi. 11 komplekt administrator kompyuter bilan kelib o'rnashi kompyuterlar. Bundan tashqari 3 million so'mga stol, 500 mingga glavniy stol va stul o'zlari olishadigan bo'lishdi. Xullas, option rasxodini aytib o'tdim. Shu rasxod ketdi bu kompyuterxonaning ochilishiga. Xullas, hurmatli obunachilar, shunaqa kamerasi hot bo'lgan kompyuterxona ochish imkoni bor. To'g'ri, hamma shaharda emas, ba'zi shaharlarda konkurensiya o'ta kuchli. Bu yerda endi kuchli moshni kompyuter qo'ymasa bo'lmaydi. Lekin ba'zi shaharlarda hali ham shu aktualniy offline sborkalar. Shunga murojaat qilaverasizlar, soqqa ishlab olish imkoni bo'lganda kompyuterxonani ochib ishlab olish kerak. Eng pribylniy bizneslardan bittasi. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Nima xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Quyidagi nomerlar bo'yicha hammaga xayr.